Assalomu alaykum bebaho kuzatuvchilarim. Mana bugungi make-up darsligimizni o'zim sizlarga chiroyli qilib, oson qilib tushuntirib bergim keldi. Birinchi bo'lib yuzlariga yuz bazalarini surib oldik, yuzlarini bir xil tonda yumshatib oldik va qoshlarini gel bilan chiroyli qilib formalarini ko'tarib oldik. Yuzlariga mos holatda, sizlarni qiziqtirgan holatda chiroyli qilib korreksiyamizni chizib oldik. Korreksiyalarimiz do'mboqroq yuz bo'lgani uchun sal ob'yomliroq tanlandi. Korreksiyalarimizga albatta pomadadan ham qo'shamiz, chunki qizimiz juda ham yoshli, ularga rozavat atsankalar juda yarashadi. Burun korreksiyalarini yo'nalish qoshlarini boshlangan holatidan ko'zlarini boshlangan holatigacha sekinlik bilan past tarafga qarab rastushovka qilib chiqdim. Yuzlarini skulalarini ham korrektor bilan pomadani qo'shgan holatda rastushovka qildim. Ko'zlarini ustki holatini qoshlarini terilgan shaklga kirgizib, konsiler surib, uni ham yedirib chiqdim. Va rassipchati pudradan foydalangan holatda yuzlarini quritib oldim. Rumyani highlighterlarimizni berib oldik. Yuz tayyor bo'ldi. Endi ko'z sohasiga o'tsak bo'ladi. Ko'zlariga ba'zi vitellarni surib oldim va ko'zni oldi qismidan kichkina bachonok kist bilan sredniy темный rangdan boshlab oldidan rastushovka qilishni boshladim. Bu amriy texnikada juda ham oson usulda ko'zni formalarini har qanaqa bo'lgan formalari bilan oson usulda ishlasanglar bo'ladi. Ikkita ko'zni boshlangan va tugagan qismidan boshlab rastushovkani ikki tarafga sekinlik bilan yoyib chiqib ko'taramiz. Oldi qismiga temliroq, orqa qismiga svetliroqdan boshlasanglar ancha sizlarga udobniy bo'ladi. Mana rastushovkani qildik, ozginagina glitter klaylarimizdan foydalanib blyosklarimizni yopishtirib oldik. Blyosklarni qo'lda yopishtirmasliklarini maslahat berardim, chunki xira bo'lib qoladi. Pishniroq kistda yopishtirsanglar blyoskalaringlar juda chiroyli blestyashli bo'lib ko'rinadi. Podvodkalarimizni ingichka qilib oldidan boshladik va dum qismiga ozgina ob'yom berib, qoshi tugagan qismiga yo'naltirib rastushovka qilib chiqdim. Temliroq rangda ingichka kist bilan ko'zdan ozgina bir chiziqgina svetli qoldirgan holatda ten bilan rastushovka qilib chiqdim va yordamchi kistlar bilan yoyib chiqdim. Shunda ko'zni tegadigan mayda ajinlar ko'zga tashlanmaydi. Chiroyli shaklda formala ko'zni ochuv holatda ko'rsatib beradi. Har doim kiprik qo'shishdan oldin men tush qo'yib olaman. Bu juda ham udobniy qizlar. O'shanday qo'yayotgan kipriklaringlar yuqoriga ko'tarilib, ko'zni ochuv holatda katta holatda ko'rsatadi va kipriklaringlar, qo'yilayotgan kipriklaringlar 3D holatda chiroyli ko'rinadi. Bir-biriga yopishib ketmaydi. Boshida gel qilib qoshlarni formaga solganimiz uchun qoshlarni formasini bo'yash endi ancha oson bo'ldi. Xohlagan shaklingizda bo'yasangiz bo'ladi. Terilmagan qosh bo'lganiga biza konsiler bilan chetlarini yopib qo'yganimiz uchun formalari yuzlariga mos holatda chiroyli shaklga kirdi. Men senda bo'yayman, kimga qanaqa udobniy xohlaganingizga, faqat iloji boricha qiz bolalarni svetli tonda bo'yashga harakat qilinglar. Lavlarini chegarasini temliroq qalamda bo'yab oldim va albatta svetliroq qalam bilan shu temliroq konturimizni chiroyli qilib yoyib olamiz. Shunda lavlari po'xlinki chiroyli tayyor effekti bo'ladi. Bemalol rangi kirgizsak bo'ladi. Yuzlariga mos holatda, yoshlariga mos holatda pomada surib oldik. Mana make-upimiz tayyor bo'ldi. Bebaho kuzatuvchilarim, bugungi qo'ygan darsligimdan sizlarga qanchadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Albatta yana davomiy darslar qo'yishga harakat qilaman. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. O'rgatgan darslarim yaxshiligiga, barakaligi, albatta katta yutuqlaringizga xizmat qilsin. Yaxshilikni ko'rishguncha inshaalloh.